Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqon. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz, qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Uyg'ur tashkilotlari hay'ati sobiq Malayziya davlat mudofaa ministrini ziyorat qildi. 7 yanvar Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, shundaqla Istanbul Sabahattin Zaim universiteti o'qituvchisi doktor Burhan Seti qatorliqlardan tarkib topgan bir hay'at Sharq Janubiy Osiyodagi islom allariga qaratilgan diplomatik faoliyatini boshlagan edi. Mazkur hay'atning ziyorat nishoni Malayziyani o'z ichiga olgan Sharq Janubiy Osiyo davlatlarida munosabatlik yuqori darajalik rasmiy va g'ayri rasmiy shaxs va organlarni ziyorat qilib, Sharq Turkiston davosini jonlantirish ekanligi bildirilgan edi. Bugun 10 yanvar kuni hay'at Malayziyaning sobiq tashqi ishlar ministri, davlat mudofaa ministri, ichki ishlar ministri va bosh ministr maslahatchisi qatorliq vazifalarda bo'lgan muhim davlat odami doktor Said Hamid Albar apandini ziyorat qildi. Ziyoratda Uyg'ur vakillari Xitoyning Sharq Turkistonda lagerlarni ta'sis qilib, islom va musulmonlarga qarshi siyosiy bostirish elib berayotganligini, Xitoy rejimining hozir Sharq Turkiston xalqini irqiy qirg'in qilayotganligini tunishtirdi va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli tunishtirilgan dokument sundi. Hay'at yana bugun tushdan keyingi ziyoratida Malayziya Perak o'lkasi Ipon viloyati diniy ishlar raisi doktor Hoji Muhammad Yusuf Husaynini ziyorat qildi. Vakillar ziyoratda Sharq Turkistonning hozirgi echinishlik vaziyati haqida uningga tafsiliy ma'lumot bergandan keyin Hurmatli diniy ishlar idorasi raisi doktor Hoji Muhammad Yusuf Husayni Perak o'lkasidagi butun jamilarda xutbada Sharq Turkiston masalasining kun tartibga keltirilishi haqida ta'limot bergan. Xitoy 2000 atrofidagi qozoqni Sharq Turkistondan chiqib ketishga ruxsat qildi. 9 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi birlashma agentligiga Xitoy 2500 qozoqni Qozog'istondan chiqib ketishga ruxsat qilganligini bildirgan. Xabarda Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Alibek Simadiyaro o'tgan yili 11-oyda Qozog'iston bilan Xitoyning suhbat orqali 2018-yili 1-oyning 9-kuni taxminan 2500 qozoqning oddiy ma'muriy tartiblar bilan Sharq Turkistondan chiqib ketishi haqida o'rtaq tunish hosil qilganligini, o'tgan yili 29 Qozog'iston fuqarosining qo'sh davlat nufusi bo'lganligi uchun Xitoyda qo'lga ilinganligi, ular ichidagi 15 kishining Qozog'istonga qaytib kelganligini bildirdi. Xabarda 9 yanvar kuni qo'yib berilgan qozoqlarning dal o'tgan yili 11-oyda Qozog'iston bilan Xitoyning kelishimiga asosan ishga oshganligi bildirildi. Xitoy rejimi masjid imomlariga Xitoy urf-odatlari va tilini o'rganish talabi qo'ydi. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi imom xatiblarga yo'l yo'riq berib, ularga Xitoyning an'anaviy urf-odatlarini va Xitoy tilini o'rganishini talab qildi. Bu talab Xitoy doiralari o'tgan shanba kuni Xitoydagi 8 islom jamiyatining mas'ullarini yig'ib, islomni xitoychilashtirishning 5 yillik planini e'lon qilgan mazgilda o'ttirg'a qo'yildi. 9 yanvar Global Times bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy islom dinini xitoylashtirishdan iborat 5 yillik razil plan doirasi ichida diniy zot va aloqador kishilarni tarbiyalashga boshlagan. Xabarda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan atalmish Avtonom rayonlik siyosiy kengash tasdiqlab qonunlashtirgan islom dinini xitoylashtirish plan doirasi ichida Sharq Turkistondagi diniy zot va aloqador kishilarni tarbiyalashga boshlaganligi, tarbiyalashning 4 oygacha davom qiladiganligi, darslik mazmunining xitoycha o'rganish, diniy zotlarning harakat qoidasini o'rganish, Xitoy madaniyatini o'rganish, islom dinini xitoylashtirishga aloqador tadbir va usullarni o'rganish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan. Ba'zi kuzatuvchilar Xitoyning 5 yillik plani islomdagi halol harom, nikoh, zakot, ro'za, hijob degandek musulmonlarning Xitoy jamiyatiga assimilyatsiya bo'lishiga to'salg'u deb qaralgan ba'zi tub prinsiplarni bekor qilishga qaratilganligini ilgari surmoqda. Jarshari vaqti gazetining xabarida oshkorlanishicha, 1 yanvar kuni Urumchida boshlangan siyosiy o'rganish kursida musulmon diniy zotlarining an'anaviy Xitoy urf-odatlari, Xitoy kompartiyasining tarixi, bo'libmi Xitoy va atalmish Shinjongning hozirgi zamon tarixi va Xitoy tilini o'rganishi talab qilingan. 8 yanvar kuni Xitoy kompartiyasi markaziy birlik bo'limining to'rida e'lon qilingan bu bayonotda
musulmon diniy zotlarining radikal diniy ideyalarga qarshi turishi, inoqlikni olg'a surishi, e'tiqodchi ommaning milliy ittifoqligini ko'z qarchug'ini asirgandek asirishi va o'z hayotini qo'g'digandek qo'g'dishiga yetakchilik qilishi kerakligi ta'kidlangan. Yer shari vaqti gazetining bildirishicha, Xitoy islom jamiyati yaqinda diniy zotlarning harakatiga doir bir nizom ma'qullagan bo'lib, Xitoy islom jamiyatining muavin raisi Jin Robin bu nizomda musulmon diniy zotlarining harakati o'lchamlashtirilganligini bildirgan. Xitoy islomga qarshi o'chmanlik harakatini Xaynan o'lkasiga kengaytdi. 8 yanvar Yer shari vaqti gazeti bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Uyg'ur musulmonlariga qaratgan bostirish siyosatini Xitoyning Xibey, Xaynan o'lkalariga kengaytgan. Xabarda Xitoy doiralari Sharq Turkistonda elib borgan islom va musulmonlarga qarshi siyosatini avval Tungan musulmonlari to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda boshlab, ikkinchi qadamda Xitoyning Xibey, Xaynan o'lkalarida yurgizishga boshlaganligi. Xitoy kommunistlari mazkur rayonlardagi ijtimoiy so'rovlarda arabcha yozishda yozilgan shuarlar va ismlarning hammasini cheklashga boshlaganligi. Bolalar yaslisida yozilgan arabcha xatlarni cheklaganligi bildirildi. Xabarda yana Xaynan o'lkasi Sanya shaharlik hukumat amaldori muxbirning ziyoratini qabul qilib, 2018-yil 11-oydan beri Tunganlar to'plashib o'ltiraqlashgan Sanya shahariga tava Xuyshin, Xuyxuy rayonida bir qancha qitim aqtirish elib borganligini oshkorlagan. Xabarda Xitoy bu siyosatini oqlab, fan arabchilikka qarshi turayotganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni bostirishda ishlatgan razil tadbirlarini Xitoy o'lkalaridagi Tungan musulmonlarga kengaytirishga boshlaganligini bildirgan. Pokiston bosh ministri Imron Xon Uyg'urlarning ahvolidan xabari yo'qligini bildirdi. Pokiston bosh ministri Imron Xon 8 yanvar kuni Turkiya matbuotining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlarning ahvolidan xabari yo'qligini bildirdi. Erkin Asiya radiosuning xabarida bildirilishicha, Imron Xon yaqinqi 10 kun ichida chet el taratqularning ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlar haqidagi savolga duch kelgan eng yuqori darajalik ikkinchi Pokiston amaldoridir. Yaqinda Pokiston prezidenti Arif Alvi Al Jazeera televiziya kanalining ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur masalasida Xitoyni qo'llaydiganligini bildirgandan keyin, uning so'zi xalqaro taratqularning qattiq tanqidiga uchragan edi. Pokiston alohida munbiri gazetining xabar qilishicha, Imron Xon 8 yanvar kuni Turkiya radio televiziyasi Dunyo kanali muxbirining ziyoratini qabul qilganda, Uyg'urlar haqidagi yuqorqi so'zni qilgan. U muxbirning sizning Xitoy bilan bo'lgan nihoyat yaqin savdo munosabatingiz Xitoylarning Uyg'urlarga nimalarni qilayotganligini tanqid qilmasligingiz kerakligidan derak beramdi degan savolga javob berib, o'zining Xitoyning g'arbiy shimol o'lkasi bo'lgan Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlarining ahvolidan ko'p xabari yo'qligini bildirgan. Imron Xon bu so'zni Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab, ularni majburiy emgakka selayotganligi, ularni diniy e'tiqodi, madaniyati va tilidan voz kechishga majburlayotganligi, lekin islom davlatlarining buningga sukut qilayotganligi ilgari surilayotgan bir mezgilda qildi. TRT muxbirining Turkiya hukumati Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligiga ko'z yummoqda deb tanqidga uchrayotgan bir vaqtda Pokiston bosh ministridan bu savolni so'rashi diqqat qo'zg'adi. Imron Xonning TRT muxbiriga bildirishicha, Xitoy Pokiston bilan nurg'un sohalarda hamkorlik elib berayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bu hamkorlik turlarining tafsilotini e'lon qilishni xohlamaydi ekan. Pokiston alohida munbiri gazeti Washington pochtasi gazetining xabarini naql keltirib, navbatda 20 yosh bilan 79 yosh oralig'idagi 1 million 100 dak Uyg'urning yig'ib olish lagerlarida tutib turilayotganligi bu Uyg'ur nufusining 11,5% tashkil qilganligini bildirgan. Washington pochtasi musulmon davlatlarining Uyg'ur masalasiga sukut qilishini tanqid qildi. Amerikaning nufuzli gazetlarining biri bo'lgan Washington pochtasi gazetida 9 yanvar kuni Uyg'urlar haqida yana maqola e'lon qilinib, Xitoyda 2 milliondak Uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon millatlar lagerlarga qamalgan bo'lsa-mu, lekin musulmon davlatlarining sukut qilayotganligi tanqid qilindi. Maqolada qayd qilinishicha, chet el taratqullari Xitoyning musulmon turkiy xalq Uyg'urlarning nufusining 10dan 1 qismini sim to'siqlar bilan qo'rshalgan lager va korxonalarga qamaganligini oshkorlashga muvaffaq bo'lgan. Xitoyning musulmon gulaglari masalasidagi sukut sarlavhalik bu maqolani Washington pochtasi gazetining obzorchisi Ashan Tarur qalamga olgan.
U maqolasida Reuters'ning xabarini naql keltirib, Xitoy doiralarining o'tgan hafta bir qism chet el muxbirlarini Sharqi Turkistondagi ba'zi kasbiy tarbiyalash o'rinlarini ziyorat qilishga tashkillanganligini tilga olgan. U maqolasida yana bu yerdagi tutqunlarning faqat Xitoy tili, oshqunlikni tugutish va qonun tonishi ma'lum saviyaga yetganida qo'yib berilganligini bildirib, bu aslihalar Beyjingning osonliq millatlarga qarata qurgan, ularni o'zlarining ona tili va diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlaydigan kontrol apparatining parchasi ekanligini ta'kidlagan. Uning ilgari surishicha, Amerika va Yevropa amaldorlari Xitoyning qilmishini tanqid qilgan bo'lsa-mu, mutlaq ko'p qism musulmon davlatlarining sukut qilishi hammadan bak ichinishli ekan. U Turkiya, Saudiya Arabiston, Iran, Pokistonni o'z ichiga olgan bu davlatlar Falastin, Kashmir, Rohingya masalalarida norozilik bildirishga oldirsa-mu, lekin ularning Uyg'urlarni qo'g'dashga eransizlik qilib, bakmu chandurganligini bildirgan. İşan Tarur'ning qarashicha, ularning ichidagi eng ehtiyotchan davlat boshlig'i Turkiya prezidenti Erdo'g'an ekan. Maqolada prezident Erdo'g'anning buningdan 10 yil avval Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berish bilan ayblaganligi. Lekin amdilikda uning chet el kuchlarini tanqidlab, Xitoy axborot ig'volarining qurboniga aylandi da'vatqanligini ta'kidlagan. Uning ilgari surishicha, ba'zi kuzatuvchilar musulmon davlatlarining Xitoyga ijobiy qarashda bo'lishida islom dunyosidagi istibdodlikning ma'lum roli bor ekan. Mazkur maqola Washington pochtasi gazetida bu hafta ichida e'lon qilingan Uyg'urlar haqidagi ikkinchi maqoladir. Mazkur gazet 8 yanvar kuni tahrirat maqolasi e'lon qilib, Amerika Davlat Majlisining Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini tezroq ma'qullashini talab qilgan edi. Aqar Amerika bosh shtab boshlig'i bilan ko'rishdi. Turkiya Davlat mudofaa ministri Hulusi Aqar Amerika Qo'shma Shtatlari bosh shtab boshlig'i general Joseph Dunfordni qabul qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Davlat mudofaa ministrligi tomonidan bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Turkiya bosh shtab boshlig'i Gülermo qatnashgan uchrashishda bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK, YPGga berilgan qurol yaroqlarning yig'ib olinishi va Daesh qatorliq barliq terrorlik tashkilotlariga qarshi kurash to'g'riliq muzokara elib berilganligi Aqarning Dunford boshchiligidagi hay'atga munbich yo'l xaritasining qisqa vaqt ichida tamomlanib, bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK, YPGning darhol rayondan chiqarilishi lozimligini aytganligi hamda Turkiyaning ham o'zining chegara rayonlarini qo'g'dash, ham rayonning muqimligini ishga oshirish uchun kerakli tadbirlarni elish irodasining qat'iyligini ta'kidlaganligi qayd qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuningdek program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.